Kommentda qo'llab qo'yasiz akalar. Mana bu ham O'zbekistonda lokalizatsiya qilingan ekan. Biz Yevrotirga borganmiz, juda ham ko'p bu tizim bo'yicha dunyoda mahsulotlar ishlab chiqaradi. Bilishimizcha O'zbekistonda qilinayotgan ekan ulardan. Assalomu alaykum. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Hormayapsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Hormanglar. Qaysi kontakt? Shumi? Avval kontaktni. Jahon Agrovilla. Bu korxonaning nomi, ha? Bu korxonaning nomi. Zo'r. Endi biz boya ko'rardik o'sha sigirlarni o'tlashida, o'sha sigirlarni valyer deymiz, endi har xil nomlanishlari bor. Mana bunaqa joylari bor. O'zbekistonda qilinyaptimi bu? Bu 100% O'zbekiston mahsuloti. Kelinki, hali bu juda qisqagina ma'lumot olamiz, o'rtoqlar. Bu haligi mollarda turadigan joyi. Nokirib turadigan joyi. Biz bilishimizcha shunaqa edi va buni plastmassadan qilinayotgani ham bor. Hozir plastmassadan qilinayotgani ham bor. Bularda qarang, bu yaxshi sifat, yaxshi ko'rinishi. Mana bu esa mollar ko'pincha bilasizlar, pastga yem tashlab ketiladi, kallasini chiqarib turadi, bu nazorat qilib turadigan. Shunaqami? O'zini boshqarish tizimlari ham bor ekan. Bu ham o'zimizda. Bu 100% O'zbekiston mahsuloti, zanglamasligi uchun 40 yil garantiyasi bor. Ha? O 40 yil? 40 yil garantiya bor. Bir yigitning umri ekanda, o'rtoqlar, bir marta olsa o'sha ancha-munchaga. Bu ham pul turardi, endi xorijdan kelardi. Shartmi endi shuni o'zini? $120 dan o'zimizni tanish fermerlar sotib olgan. Teng yarim narxiga hozir xudo xolasa berish imkoniyatimiz bor. Juda ham ajoyib. Kontaktini ko'rdinglar. Biz bu ma'lumotlarni to'laqonli ishlab chiqarish joylari bo'yicha ham sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ko'ramiz, rostdan ishlab chiqaryaptimi yo boshqa yerdan olib kelib sotyaptimi, ko'zinglar bilan ko'rishinglar mumkin. Qayerda joylashgan? Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani. Inshaalloh boramiz. Boramiz dedi-yu. Biz sizlarni kutamiz. Xat xayrlashing. Undan tashqari chorvadorlarga loyihalashdan boshlab polni fermani qurib bitkizdirib berishgacha imkoniyat bor. Quruvchilik, ustalar, jihozlash, hamma xizmatlar bor. Beton quyish, betonda nima uchun unaqa qalinlikda, nima uchun ariqchasi bor, nima uchun 350 marka, nima uchun 100 marka, hammasini polni patkuli tushuntirib qilib beramiz. Demak, quruq buni yasash emas, ilm ham bor ekan, tajriba ham bor ekan. O'rtoqlar, demak, to'laqonliroq ma'lumot olamiz. Xat xayrlashmadik.